Ramazon kunlarida ko'p vaqtimni oshxonada o'tkazmaslik uchun oldindan yarim tayyor mahsulotlarni tayyorlab qo'yaman. 7 kun davomida sizlar uchun eng ishonchli retseptlarni ham bo'lishib boraman. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun esa sahifamga obuna bo'lib oling. Bizga umumiy 2 kilogramm yog'siz qiyma kerak bo'ladi. 1 kilogramm qiymaga maydalab olingan 100 gramm piyoz, bitta yopgan nonni suvga bo'g'tirib мясорубkadan chiqarib qo'shamiz. Tuz, zira, kashnich va bitta tuxumni ham solib, qiymani yaxshilab urib-urib aralashtirib olamiz. Har bitta bo'lagini 80 grammdan o'lchab, qo'limiz bilan forma berib chiqamiz. Endi esa lo'li kabob tayyorlaymiz. 500 gramm qiymaga 100 gramm piyoz, bitta chesnok, petrushka, 2 osh qoshiq non talqoni, ziravorlar, bitta tuxum solib, yaxshilab qiymamizni aralashtiramiz. Buni ham 80 grammdan o'lchab, kabob formasini qo'limiz yordamida berib chiqamiz. Endi esa pishloqli gnyuzdishkalarni tayyorlaymiz. 500 gramm qiymaga 300 gramm piyoz, 1 dona qizil sabzi, ziravorlar, 80 gramm non talqoni, 1 dona chesnok va 1 dona tuxum solib, yaxshilab aralashtiramiz. Dumaloq forma berib, listimizga terib chiqamiz. Ustini stakan yordamida bosib, 1 choy qoshiqdan smetana surib chiqamiz. Ustidan esa eng sevimli pishlog'imizni sepib, hammasini muzxonaga 1 kunga jo'natamiz. Siz ham albatta shu usuldan foydalanib ko'ring.